Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh musulmonlar va muslimalar. Ha, ha, bu joy balki yaxshidir, lekin kim uchun? Ha, 20 yil yoki undan ko'pi qamoqxonada o'tirganlar uchun, ko'chada qolganlar uchun bu joy yaxshidir. Lekin men просто bunga aytdim-da kecha. Men aytdim, meni chiqaringlar. Va men borib o'zimga odam topaman va nashtaga. Bir haftaga ruxsat so'radim. Albatta, men o'sha kuni bu yoqqa kelaman bugun. Bu problemani hal qilish kerak. Qolganlarga normalniymi? O'sha normalniy deganlarga o'sha normalniy условиясida yashasin. Biz shunday yashamaymiz. Biz просто sizlardan janob Parag'ov va janob Abduxoliqov imkon yaratish so'raymiz. Imkon. Men uchun. Men borib buni qarindoshini ham qidiraman, o'zimnikini ham. Chunki bor yo'q bu yerdan chiqib ketmoqchiman, xolos.